Assalamualaikum hurmatli fuqarolar. Men Yangqo'rg'on filiali boshqaruvchi o'rinbosari Ismoil Vohid tomonidan bugun mahallaga kelishimizdan maqsad Prezidentimiz tomonidan banklarga topshiriqqa berilgan aholi bilan doimiy uchrashib, ularning muammolari, takliflarini o'rganish, ularning g'oyalarini amalga oshirish bo'yicha topshiriq berilgan. Shu bo'yicha bankimizda har oyda uchrashuvlar mahallalarda belgilangan. Bugungi uchrashuvimiz bugun sizlar mahallada ekan. Shu bo'yicha yig'ildik. Bugungi kunda bankimiz tomonidan bankimizda 10 ta mahalla biriktirib berilgan. Bu Chiqirchi hudud hamda Gulonbog' hududida 10 mahalla Ag'robank filialini biriktirib berilgan. Bu 10 mahallada 10 mahalla agentligi ishlab turibdi va bu 10 mahalla 2 mahalla bankga biriktirilgan. Ularning temel asosiy vazifasi mahalla agenti mahallada shu tadbirkorchilik qilaman yoki bir ishga joylashmoqchi odam bulardan olsa, ularni o'rganib, muammolarini yechishda amaliy yordam berish maqsadi asosiysi. Buni yordam berib desangiz, hozir tushuntirib o'tsam, bankimiz tarafdan aholining ishsiz qatlamini ajratiladigan tadbirkorchilik yo'nalishida kreditlarimiz bor. Bu birinchisi, biznesga birinchi qadam krediti, bu ya'ni 17 million so'mgacha 25%dan ajratiladi. 4 yil muddati 6 oy imtiyozli davr. Buning asosiy shartlaridan biri fuqaro kamida 2 oy rasmiy daromadga ega bo'lgan bo'lishi kerak, ya'ni oylik tomon bo'lishi kerak. Bu ishsiz fuqaro beriladi, bu sug'urta polisi yoki kafillik asosida ajratiladi. Keyingi loyihamiz bu mahalla loyihasi, bu 50 million so'mgacha beriladi. Jismoniy shaxslar bunlar shu fuqaro kamida 2 oy davomida ishsiz bo'lishi, rasmiy daromadga ega bo'lmasligi kerak. 25%dan 50 million so'mgacha ajratiladi. 5 yil muddati 2 yil imtiyozli davr bilan. Bu ham to'g'ri plastik kartochkaga o'tkazib beriladi. Naqd ko'rinishida. Keyingi kreditimiz bu Prezidentimiz tomonidan PK 312-sonli qaror, bu ya'ni yuridik shaxslarga ajratiladigan kreditimiz, bu 300 million so'mgacha ajratiladi maksimal summasi. Shundan 100 million so'mgacha kafillik bilan yuzdan oshgan qismi garov bilan ajratiladi. Buning eng asosiy shartlaridan birisi, korxona kamida 1 yil davomida faoliyat yuritib bo'lishi kerak. Soliqlar vaqtida to'lab, ishlab turgan bo'lishi kerak. Davlat ro'yxatidan o'tganda 1 yil bo'lishi kerak. Endi savol bo'lishi mumkin, yangidan ochib olib qo'ymayman, 100 million kerak, 200 million kerak degan savol bo'lishi mumkin. Bo'ladi, qachonki shu korxona ochmoqchi bo'lgan odam avval oilaviy tadbirkorlik dasturi, ya'ni mol, to'g'ri, parnik deb kreditlar berdik-ku. Shu kreditlardan olib, vaqt safida yoqqan odam yangidan korxona tashkilot rahbari o'zi bo'lsa, shu korxona bersa bo'ladi, yangidan ochilgan bo'lsa. Bu kreditimizdan muddati 7 yil, 2 yil imtiyozli davr bilan 19%dan. Boshqa tumanlarda foiz balandroq, bizda past bo'lgani sababi tumanimiz toifasi 5-toifa bo'lgani uchun 19%dan. Eng past foiz Yanvar tumanida kreditlar. Keyin bundan tashqari fakir yordamchisi tomonidan ajratib turgan kreditlarimiz bor. Oilaviy tadbirkorlik jismoniy shaxslar 33 million so'mgacha, yuridik shaxslar 300 milliongacha. Bu ham shu ishsiz fuqarolarga ajratib beriladi. Buning muddati 7 yilgacha. Qilinayotgan ishni, loyihani maqsadidan kelib chiqib 3 yil, 5 yil, 7 yil bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bankimiz tomonidan hozirgi kunda ipoteka kreditlari, avtokredit, mikrokart, kredit karta, yashil energiya, ya'ni quyosh paneli kreditlari, ta'lim kreditlari, bir qancha kredit turlari ajratilib kelayotir. Remont va uy-joy ta'miri uchun 170 million so'mgacha 10 yil muddati. Ipoteka kredit joy olaman desangiz, yangidan qurilgan joylar dolma qurilib turibdi. Buni olsa bo'ladi. Bu 18%dan 20 yilgacha beriladi. İşsiz fuqaroga beriladigan turlari chiqdi. Bugungi kunda shunday kreditlarimiz imtiyozlar yaratib berilgan. Ishchimanlik odamlar bankimizga oqshom qo'shimcha topshiriq bo'ldi. Bankimizning faol mijozlari bilan bir qator suhbat o'rganib chiqib, shu mahallalardagi ishsiz fuqarolarni shu ishlab turgan yuridik tashkilotlarga ishga kiritish orqali bo'ladi. Endi u tadbirkorlar shunga borib ish olamiz, ish ol desa, amiri berib, unga imtiyoz beriladi. Ya'ni 100 million so'm kreditlar bir ishchi, 1 milliardgacha 10 ishchi olishi mumkin. Bu kredit ajratiladi, 10 ishchi olganimizda 1 milliard kredit 18%dan ajratiladi. Ishsiz fuqarolarga ish olaman desa.
mahallada ishsizlik topilgan, kambag'allik reyestrida turgan, ijtimoiy reyestrda turgan fuqarolarni ishga jalb qila olmasa. Bugungi kunda shu kreditlarimiz ajratilib kelayotir. Eğer kimda shular bo'yicha savol, taklif, muammo bo'lsa, aytsangiz javob berib o'taman. Bormi savollaringiz, tushunmovchilik? Söz başlandığı köprüsünü gaplashib oldik, yana gaplashsana so'radi. Eğer Qo'shimcha yana savollarınız bo'lsa, eğer kimda muammo, taklif yoki shu qiziqish bo'ladigan bo'lsa, mahalla agentini yoki mahalla banki bilan uchrashsangiz, hozir ortiqcha hujjatlar ham talab qilinmagan bo'lib ketdi. Hamma narsa hozir Face ID ya'ni kompyuter kamera qaraysiz, hamma danlik chiqadi. Eğer hammasi to'g'ri bo'lsa, yarim soat ichida kreditingizni olib ketishingiz mumkin. Kartangiz tushadi. Hamma narsa hozir elektronlashtirilib, raqamlashtirilib qo'yadi. birini adına biri olmaydi. Ololmaydi, birini adına biri ololmaydi. Faqat o'zingiz borishingiz kerak, o'zingiz elektron imzo qo'yishingiz kerak. Hamma narsa hozir elektronlashtirilib, bu yaxshi oldu. Bank uchun ham yaxshi oldu, ish tez oson bitadigan oldu. Fuqarolar uchun ham qog'oz ko'tarib, bu yerga qo'l qo'ydir, bu yerga qo'l qo'ydir, sarsangarchilik, ovoragarchilikdan ham kamaytirib berildi. Eğer savol, taklif, muammolaringiz bo'lsa, hammangizga katta rahmat. Salom.